Agar har kuni 5 soat telefondan foydalanayotgan bo'lsangiz, keyingi asoratlarga tayyor turing. Oxirgi statistik ma'lumotlarga qaraganda, dunyo aholisi bir kunda telefondan foydalanishni o'rtacha soati 4-5 soatni tashkil qilar ekan. Lekin bu juda ham ko'p. Endi umumiy olganda ko'p bo'lmasdir, lekin miyaga zararini hisobga olganda albatta bu ko'p. Hozirgi paytda telefon bilan bog'liq kasalliklar, ya'ni texnologiya rivojlangan sari kasalliklarni rivojlanish turi ham oshib bormoqda, parallel ravishda. Buni qanday tushunish mumkin? Telefon insonni nafaqat jismoniy, balki ruhiy va nevrologik kasalliklarni asosiy sababchisiga aylandi. Hozir global pandemiya ketyapti, ya'ni rivojlangan davlatlarda va rivojlanmagan davlatlarda ham bu ko'rsatkich juda ham yuqori hisoblanadi. Bir kunda agarda siz 5 soatdan yuqori, ya'ni 5 soatdan ko'p telefondan foydalanayotgan bo'lsangiz, xotira pasayishi, uyqu buzilish holatlari, jismoniy va ruhiy tushkunliklar holatiga tayyor turing. Buni ilmiy tilda, ya'ni tibbiy tarafdan tushuntirib beraman, oddiy qilib. E'tibor bering. Xo'p. Har bitta chiqayotgan yangiliklar organizmda dopamin ishlab chiqarilishini faollashtiradi. Ya'ni inson uyqudan turdi, birdaniga telefonimiz qo'llashga o'tamiz. Ya'ni kechqurunmi farqi yo'q, ertalabmi uyqudan turishdan qat'iy nazar birdaniga telefonga qaraymiz. Bu esa miyani kulrang moddasini yemirilishiga sababchi bo'ladi. Kulrang moddasi esa insonni xotirasi uchun javob beruvchi asosiy tuzilma hisoblanadi. Ko'pchilik bemorlarimiz murojaat qilganda, doktor, ishim telefon bilan bog'liq yoki bo'lmasa yashash tarzim shunaqa, faoliyatim, o'qishim, darslarim shunday. Yo'q, u bahona azizlar. Buni albatta boshqa analoglarga o'zgartirish mumkin. Ya'ni bu nafaqat xotira pasayishi, asabiylik, jizzaklik olib keladi, balki umurtqani noto'g'ri rivojlanishiga, bo'yin osteoxondrozi, bel grijalari, yelkada yoki umurtqa pog'onasida skoliozlarga ham sababchi bo'lishi mumkin. Undan tashqari keyingi holatlarda 30-35 yosh yoki bo'lmasa 25 yoshdan keyingi, даже 20 yoshdan keyingi holatlarda ham xotira bilan, asabiylik bilan bog'liq va ko'rishdagi bog'liq muammolar bilan shifokorlarga murojaat soni oshdi. Ya'ni biz bemorga tushuntirganimizda sababini o'rganamiz dastlab. Bunda asosiy sabab telefonda desak, bemor o'zini mundoq tortishadi. Yo doktor, meni o'qishim shunaqa, ishim shunaqa, faoliyatim shunaqa bog'liq, telefon bilan bog'liq. Yo'q azizlar, buni ruhiy jihatdan o'zimiz chegara qo'ysak bo'ladi albatta, qo'limizdan keladi. Endi ilmiy nuqtai nazardan statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatmoqdaki, ko'z doim spazmda, ya'ni telefonga qarash yaqin va ko'zda bosim oshishi va mana o'zimizda ham shu holatlar ko'p. Kompyuterga qarashlar, telefon bilan bog'liq holatlar, kitob o'qishlar, doimiy ko'zimiz nagruzkada, bu bosh miyani informatsiya qabul qilishini ancha chigallashtiradi. Ya'ni har bitta insonda ma'lum bir kanallar, o'ziga yoqtirgan yo'nalishlar va Telegram kanallari yoki bo'lmasa gruppalar bor. Tasavvur qiling, bir kunda inson ma'lum bir chegaralangan yangi ma'lumotlarni olish imkoniyatiga ega. Endi biz shu imkoniyatni ertalab uyqudan turgandan sarflab qo'yamiz. Kunduzi esa ish davomida zarur bo'lgan energiyani topa olmaymiz. Nimaga? Chunki fokus уже ertalab bizada yangi ma'lumotlarni hazm qilishga va yangi ma'lumotlarni qabul qilishga energiyamiz sarflanib bo'ladi vaholanki. Endi savol tug'iladi. Doktor, buni yechimi qanaqa? Buni yechimi albatta telefonni ma'lum bir foydalanishda chegaralar o'rnatish. To'g'ri, bu boshida qiyin bo'ladi. O'zimni ham boshimdan o'tgan, telefonga ekranni vremyani yoqib qo'yish yoki bo'lmasa uni tekshirib turish talab qilinadi. Agarda bir kunda 2 soat foydalansangiz, siz 1% boy insonlarni ro'yxatida katta ehtimol bilan bo'lasiz. Tasavvur qilyapsizmi? Lekin bu ko'p. Statistikada mana Telegram asoschisi telefon ishlatmaydi. Ayrim manbalarda ko'rganmiz, bu ham real asoslangan. Endi tasavvur qiling, siz
nimadir natijaga erishmoqchi bo'lib, bir kunda 8 soat, 10 soat telefonda o'tiribsiz va kelajagingizni tasavvur qiling. Shuning uchun azizlar, iloji boricha telefonga, ekraniga chegara o'rnating. Ikkinchisi, haftani bir kuni telefonsiz kun deb e'lon qiling. Ya'ni telefon detoksi. Xoh u yakshanba bo'lsin, xoh shanba bo'lsin, boshqa kun bo'lsin, bir kun telefonsiz o'tkazing. To'g'ri, gaplarim hozir sizga ertakda tuyulayotgan bo'lishi mumkin, lekin azizlar, buni iloji bor. Keyingi holat, uyqudan 2 soat oldin telefonga qarashni, ya'ni xoh u foydali ma'lumot bo'lsin, boshqa YouTube, Instagram, Telegram, xohlagan mavzu bo'lsin, telefondan foydalanishni 2 soat oldin, uyqudan oldin cheklash tavsiya qilinadi. Ertalab uyg'onganda ishga ketayotib, kovlashadi ko'pchilik, lekin buni ham cheklagan ma'qulroq. Organizmda, ya'ni umumiy bosh miyada gipokam sohasi bor, bu xotira uchun javob beradi. Bizni xotiramiz ertalabki o'sha informatsiyalarga och paytda biz Telegram, Instagram, YouTube'dagi videolar bilan to'ldirib qo'yishimiz tavsiya etilmaydi. Ayniqsa bu gap abituriyentlarga tegishli. Ya'ni siz ertalab 2 soat telefondan foydalandingizmi, kun uzog'i boshqa narsalardan, ya'ni boshqa o'zingizni o'qishda zarur bo'lgan blogingizdan informatsiyalarni qabul qilishdan juda ham cheklanasiz. Buni diqqat bilan sinab ko'ring. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.